Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida Green DT nomli xalqaro loyiha doirasida 3-ishchi uchrashuv va o'quv seminari bo'lib o'tdi. Ushbu loyiha 3 yilga mo'ljallangan bo'lib, unga 5 ta oliy ta'lim muassasasi, 2 ta vazirlik va 4 ta xorijiy hamkorlar jalb qilindi. Asosan bizni loyihamizda Portugaliya hamda Ispaniyadagi universitetlar jalb qilingan bo'lib, demak, Ispaniyadan Vigo universiteti hamda Feuga Foundation tashkiloti deyiladi. Bu asosan bizni loyihamizni kengroq o'sha butun dunyoga tarqatish bilan, demak, o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, loyihani veb-sayt orqali shu bilan, demak, mashg'ul bo'ladi. Portugaliyadan esa, demak, Aveiro universiteti hamda Viana da Castelo instituti bilan birgalikda biz shu loyihani, demak, konsorsiumini, demak, tashkil qilganmiz. Green DT loyihasi barqaror rivojlanish va jamiyatdagi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan bo'lib, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim bo'yicha chora-tadbirlar sohasida malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni qondirishni maqsad qiladi. Ekologiya haqida, atrof muhit haqida gapirganimizda, albatta kadrlarga bo'lgan, demak, ehtiyoj har doim birinchi o'rinda turadi. Shu maqsadda, demak, biz mana shu loyihani, demak, amalga oshirishga ushbu o'zbek partnyorlar hamda Yevropa ittifoqidagi universitetlar bilan birgalikda bel bog'laganmiz. Tadbirda Yevropa va O'zbekistonning turli universitetlari hamda ilmiy tadqiqot muassasalari vakillari ishtirok etdilar. Uchrashuv davomida mutaxassislar loyiha doirasida hozirgacha erishilgan natijalar, keyingi bosqichlar va rejalar yuzasidan fikr almashdilar. In this case, we think Uzbekistan is O'zbekiston bugungi kunda odatdagidan ancha tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Yangi sanoat zonalari, fabrika va zavodlarning ishga tushirilishi qator muammolarga, xususan atrof muhitni ifloslanishi bilan bog'liq masalalarga ham e'tiborni yanada kuchaytirishni taqozo etadi. Ayrim hududlarda tuproq va havo ifloslanishi sezilarli darajada oshgan. Bu esa aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir qilish ehtimolini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, Green DT loyihasi O'zbekistondagi dolzarb ekologik muammolarni hal etish, malakali kadrlarni tayyorlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va oliy ta'lim muassasalarining institutsional salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga loyiha mamlakat miqyosida barqaror va samarali ekologik amaliyotlarni joriy etishga hissa qo'shadi.